Salam dostlar, Erkin Abdaz YouTube kanalımga qaytib kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Bugungi videomizda biz zodi qanday qilganda o'zingizda aktiv energiya yoki ijobiy energiya to'play olasiz va boshqalarga bu energiyani taqdim olasiz degan tema to'g'risida paralashimiz. Men sizga aktiv energiyaning 4 xil maxfiy retseptini aytib bermoqchiman. Diqqatingiz davomli videoda bo'lsin. Bundan bir qancha kun ilgari mening mushu Angliyadagi opam bundan buroqqa bir qancha videolarimni men bilan birga video ishlagan Amangul opam bilan paranslashib o'tirib, menga "Bolam, sizda bir xil aktiv energiya bor ekan, sizda mushunday bir xil tugmaydigan energiyani his qildim" deb meni bir xo'sh qildi. Onundan sonra şu Erkin bilen ingliz tili Instagram sahipsidimi ayrim xat yazgan dostlarımızın içinde menden aktif energiya ilib, ilham ilayotganligini aytib, rahmat bildirayotgan dostlarımız az emas. Men o'zimni ham bir aktiv energiyalik odam deb o'ylayman. Shu sabab tövende men sizlarga o'z turmush tajribalarimdan, o'qigan kitoblarimdan va ko'rgan materiallardan yig'ib tayyorlagan mushu tövendagi 4 xil aktiv energiya, ya'ni ijobiy energiyani o'zingizda paydo qilish va yoki boshqalarga taqtishning 4 xil retsepti, ya'ni maxfiy retseptni siz bilan ham bahslashmoqchiman. Birinchisi, bir ishlarni bek o'zingizga ilib olmang. Turmushingizda yo'liqqan har qanday cho'ng kichik ishlarni, o'zingiz duch kelgan masalalarni xuddi sizni shu ishlarning sababchisizdek his qilib olmang demoqchi. Nimishqa men mundaq deydi, men nimishqa ondaq pozitsiyada bo'ldi, nimishqa men uningga yaxshi bo'lsin desam, mundaq qilsam bilmaydi, undaq qilsam bilmaydi, qalbimni tushunmaydi degandek mushkil pozitsiyada bo'lmang. Mumkin bo'lsa, o'zingizni boshqalarning o'rniga qo'yib turib tahlil qilib beqing bir ishlarni. Agar o'zingizni boshqalarning o'rniga qo'yib turib tahlil qilamisangiz, hech qisi yo'q. Karınız bo'lmasin, kirishib olmang, kayfiyatingizni uchirmang, azoblanmang. Chechilmang. Boshqalarning xatoligi uchun o'zingizni ayblamang, boshqalarning xatoligi uchun o'zingizni jazolamang. O'zingizni suying, o'zingizni so'ysangiz, sizda tabiiy holda bu xil aktiv energiya shakllanadi. Ikkinchisi, atrofingizga aktiv odamlarni jug'lang. Bu deganlik odamni tanlab turib aralashing demoqchi. Bizda nayt aqlan aytilgan bir gap bor. Ya'ni yomonga yo'liqsang yarisi, qozonga yo'liqsang qarisi deb. Va shundaqla qog'i bilan aralashsang yeyishing nijosat deydigan gapmi bor. Demak, hayotingizda, atrofingizda qanday odam bo'lsa, shu odamlar sizga bilib bilmagan asosda ta'sir ko'rsatadi deganlik. Demek etrafınızdaki adamlarni, dostlarınızı yaxshi tanlang. Boy bo'lay desangiz, boy bilan aralashing. İngliz tilini aytsangiz, shu ingliz tilini yaxshi biladigan odamlar bilan yaxshi bodyguard qiling, ya'ni to'g'ri odam bilan aralashing. Uchinchisi, vaqt degan otqan o'q. Bu gapni hammamiz anglagan, hammamiz bilamiz. Masalan, mushu bulturqi 2020-yilning dastlabida mushu dunyo bo'yicha dunyo xarakterlik boshlangan virus ofati bo'lganning yoqi shuni his qildikki, kun chiqadi ekan, tong otadi ekan, qilgan ishning tayini yo'q, bir kun tugaydi ekan. Uydan bir qadam sirtga chiqmay turibmi, kunlar, haftalar, oylar, hatto sog' bir yilmi nimish bo'lganini bilmay qoldik, o'tib ketdi. Agar har bir kundagi vaqtingizni yaxshi o'rinlashtira olsangiz, sizda ijobiylik tabiiy holda shakllanadi. Vaqtni yaxshi o'rinlashtirish bu yerda intayin muhim. Kechda boldir uxlang, atdiganda sahar o'rningizdan turing. Mushkil yaxshi bo'lgan turmush odati sizga oz bo'lmagan naf kelalaydi. Amaliyotda bir kunda nurg'un vaqtingizning borlig'ini his qila olasiz. Kunlaringizning barkati bo'ldi. Azroq bekor vaqtingiz bo'lsa, kitob o'qishga odatlaning. Mayli qanday temadagi, nima mazmundagi kitob bo'lsin, kitob o'qigan vaqtingizda shu kitobning ichidagi dunyoga kira olasiz degan gap. Shu kitobni o'qib bo'lgandan keyin, shu dunyoga kirgandan keyin eng muhimi bu yerda tafakkur qilishga tirishing. Bu yerda kitob o'qib tafakkur qildingiz desak, kitob o'qish orqali nazar doirangiz ochildi. Nazar doirangiz ochildi degan gap bir ishlarga tutadigan pozitsiyangizmi tabiiy holda o'zgaradi.
Agar sizning shu pozitsiyangiz to'g'ri bo'ldi ekan, sizda ijobiy energiya, aktiv energiya tabiiy holda shakllanadi. 4-inchisi, o'zingizga mundaq bir savolni qo'ying. Mening bu hayotimda zodi qanday odam bo'lg'im bor? Usulchi bo'lg'ingiz bormi? Yoki katta bir boy bo'lg'ingiz bormi? Yoki fizika, ximiya fanlari olimi bo'lg'ingiz bormi? Va yoki nayt oddiy holda illiq bir oilam bo'lsa, manchi balam bo'lsa, shu bolalarimni tarbiyalab qatog'iga qo'shib, ularning uchurum bo'g'inini ko'rgim bor degandek shunday orzu armonlaringiz bo'lsinmi? Cho'qim ko'nglingizda bir orzu armon bo'lsin. İnsan hayatida cho'qim bir orzu armoni bo'lishi kerak. Bu hayotni uzun desak, 70-80 yoshga yashaymiz-ku, uzun hayot bu deydiganlar bor. Va yana ba'zida asla o'ylab baxmagan, hech bir kasal bo'lib o'rin tutib yetibmi qolmagan turibmi, bir kunlarda chaqiray desangiz, ha demaydigan bo'lib qolgan kishilar bo'lib qoldi. Bu hayotga bir qatim kelimiz, ketimiz. Bu hayot amaliyotda intayin qisqa. Agar yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, men nima ish qildim bu hayotimda? Mening zodi qanday odam bo'lg'im bor degan savolni o'ylashib beqam. Ko'nglingizga ma'lum bir orzu, armonni kutgan vaqtingizda hayotingizning ma'nosini shu orzu, armonlaringizga yetish uchun ko'rsatgan tirishchiliklarıngiz orqali topasiz. Bu jarayonda tabiiy holda o'zingizga ijobiy energiya jug'lab qolmay, balki atrofingizdagilarga shu energiyani taqdim olaysiz. Xo'sh, yuqorida aktiv energiyaning 4 xil maxfiy reseptini sizga sovg'a qildim. Bugungi videomni oxirigacha o'tirib ko'rganingizga rahmat. Yoqtirgan bo'lsangiz, bosh barmoq belgisini bosib qo'ying. Boshqalarga, do'stlaringizga taqdim qo'ying. Keyingi videolarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.